hayotingizni yaxshilaydigan, lekin siz qilmayotgan ish haqida o'ylang. Ertalab yugurishga chiqish, sog'lom ovqatlanish, ingliz tili o'rganish, kitob o'qish, hammasi oddiy. Sodda narsalar bo'lsa ham ko'pchilik hech qaysisini doimiy tarzda bajarmaydi. Dushanbadan boshlarman. Yangi yilni aniq boshlayman. Endi hozir vaqtim yo'q-da. Palonchi ishimni tugatib olay, keyin boshlayman. Lekin telefonda bekorchilik qilishga yoki Instagramda o'tirishga vaqtimiz bor-a. Ha shu telefon chiqarganni deb qarg'ashga shoshilmang. Agar siz to'g'ri foydalansangiz, telefon chalg'ituvchi narsa emas, balki katta imkoniyatga aylanadi. Keling hozir birgalikda mana shunaqa band zamonda siz chalg'ituvchi deb o'ylaydigan telefoningiz bilan ingliz tili o'rganish mumkinligini ko'rsatib beraman. Qisqasi, bekorchilik qilib ingliz tili o'rganish yo'lini bilib olasiz. What's up family? How you guys doing? It's Mike again. Bekorchilik qilib ingliz tili o'rganish uchun birinchi qadam Instagram. Baribir ham shu Instagram qurg'uri o'chirib tasha olmayapmiz, ko'zorim. Shu odatiy shakllanyapti. Borsa shu bir necha soatga. Manaman desiz shu 2-3 kunga borasiz, keyin ma'lum bir sabablar bilan Instagramda mana bu narsani topib qolishim kerak edi. Anu do'konda mana bu narsa qani ham skidkadamikin deb kiras bo'ldi. Eski hammom eski tosda yana. O'zimdan o'ylab qarasangiz, voz kechish ham shart emas. Faqat kimni follow qilishni, podpisatsiya tashlab qo'yishni bilishimiz kerak. Mana hozir Instagramingizda feedida jaylar tilda aytsak, rekomendatsiyangizda nimalar chiqyapti? Har xil million videolari yoki oxirida avfli videolarmi yoki bugun qoshig'i devorda o'yishimni 8-kuni degan videolar chiqayotgan bo'lsa, darhol uni filtr qilish kerak-da. O'zingizga to'g'ri keladigan, foydali kontentlarni masanga deb beradigan videolar chiqadigan holatga keltirishimiz kerak. Algoritmni o'zgartiramiz. Instagram algoritmi. Instagramda daydish, lekin inglizcha daydish. Odamlar kuniga 3-4 soat Instagramda xohlaydimi, xohlamaydimi vaqt o'tkazadi. O'sha vaqti bekorga ketadi. Ishonmasangiz, telefoningizni bunday screen time ga qarang. Necha soat qaysi ilovalarda vaqt o'tkazyapsiz? Katta ehtimol Instagram shu eng yuqori ko'p vaqt sarflaydigan ilovalardan biri bo'ladi. Tan oling. Hozir screen time ga kirmasdan turib, haqiqatda shunaqa lekin, deyotgan bo'lsangiz ajab emas. Endi mana shu vaqtingizni ingliz tilida foydali hamda qiziqarli kontentlar ko'rishga ketkazing. Habibi, happy Eid, yeah? Did you fast? Yeah, still fasting. You still fasting? Buddy, it's over. It's Eid today. It's haram if you fast on the day of Eid. Huh? It's tomorrow for you. Who the f*** are you? Agar shunaqa stand-uplarni ko'rsangiz yoki komediyanlarni ko'radigan bo'lsangiz, endi bularning o'zi ham katta ehtimol native speakerlar emas. Gaplarni ham qarasangiz ham jaydari, sodda so'zlardan foydalanyapti. Hazillari ham bir yengil hazm bo'ladiganlardan-da. Ham kayfiyatingiz ko'tariladi, ham yo'dan listeningiz oshadi. Oh, in this household, we don't throw away perfectly good food. We put the food in a nice container and we package it and we store it in the refrigerator. And then we wait like a couple of weeks and then when it's spoiled, then we throw it away. Oh my god. Hozir bu videoni ko'ryapman. Seriyozga qarayapman. Hozir nimadir o'rgatsa kerak, qanaqa life hack bo'lsa kerak deyapman. Oxiri bum. Haqiqatda hayotda bo'ladigan ana ingliz tilida biz relatable deymiz-ku. Rus tilida nima bo'ladi? Izohlarga yozib qo'yinglar. Bu kishi ham ana videosini aniq ko'rgansiz, bo'lardi-yu. I hate verbs in English. I dance, you dance, he dances. Why? Is he dancing more than me? I don't think so. Haqiqatda zo'r hazillar qiladi. Two trailer park slags walk round the bloody outside, round the bloody side, right? Right, two trailer park slags walk round the bloody outside, they do. Right, yeah. Right, in it. Guess who's back? Right, yeah. Back again, in it. Right, yeah. Guess who's back, mate? Right, yeah. Tell your mates, honestly, right, yeah. O'zi ashulada bu aytayotgan so'zlar, gap bo'laklari yo'q.
britaniyalik mana aka o'zlaridan qo'shib maza qilib aytyapti. O'zlarini shevalarida, o'zlarini uslublarida aytyaptilar-da. Agar British accent sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu Mike Bratni ham ko'rib boring, not me. Okay. Va yana kinolarni qiziqarli sahnalarini kesib qo'yadigan kanallar ham talaygina. Who the f*** are you? We're the Manchester United fan club from Ohio. If you're Manchester United supporters, sing the Manchester United song. Excuse me, I'm sorry. I'm not much of a singer. Sing! My baby takes the morning train. He works from 9 to 5 and then he takes another home again to find me watching the Manchester United football team. Ah? The best freaking team in all the land. Woohoo! Pretty good. Pretty damn good, lads! Ani oka ishondilar-da, haqiqatda ishondilar. Gap yo'q, malades deyordilar-da, qarang. Bo'lsa, hayol kelgan qanaqadir ashuladan, so'zlardan gapir, "Oh, Manchester United" debdi. Bunaqa. Mana bunaqa qisqagina kino parchasini ko'rib ingliz tilini o'rganasiz. O'sha kino yoqib qolsa, o'zingizga bunday jalb qilsa, o'shani to'lig'ini topib, o'shani ko'rasiz. Bu orqali ham ingliz tilingiz rivojlanib borar. Ingliz tilini o'rganib borasizda. Shunday videolarni ko'rganingizda interestedni bosib qo'yish esdan chiqmasdan. Shunda Instagramda qaraydi, YouTube bolaga mana shunaqa narsalar qiziq ekan deydi, mana shunaqa videolarni bosib beraveradi. Va sizga yoqmaydi, ya'ni trash content chiqib qolsa, not interested, qiziq emas degan belgini bitta bossangiz, qaytib bu narsa sizga chiqmaydi. Keyingi qiladigan ishimiz esa Telegramda bo'ladi. Telegramda gap sotish. O'rtoqlar, kerak emas kanallarni darhol unfollow qilish kerak. Shu kimga atvet qilgani, artistlar bir-biridan urushib, gap talashib qolganini eshitmay qolsangiz, nima o'zgaradi? Yo'q, nimadir o'zgaradimi? Hech nima o'zgarmaydi-da. Tinchgina siz o'zingiz hayotingizda yashang. O'shanda hayotingiz ham ancha chiroyliroq, tinchroq, yaxshiroq, mazmunliroq davom etadi. Boshqacharoq qilib aytsam, foydali narsalardan qolib ketayotgan bo'lmaysiz. Shuning uchun bemalol shak shubhasiz, ikkilanmasdan, bir o'ylab o'tirmasdan o'sha kanallardan chiqib ketish kerak. Yo, to'g'risi ham-da, baribirga ham har bittasini ko'rib, kuzatib, o'qib chiqib, haqiqatda shunaqa bo'lgan ekan. Bilmay qolgan ekanman demaysiz-ku. Kunning oxiriga kelasizda, ana bitta belgini bitta bosasiz, pastga tushasiz, chiqib ketasiz-ku, tozalab. Nima keragi bor shu? O'z sizga kerakli narsa shundoq ham sizni topib oladi. Shu tanishlaringiz, yaqinlaringiz, o'rtoqlaringiz sizga xabarni yetkazib qo'yadi agar sizga muhim, kerakli narsa bo'lsa. Shuning uchun sizga foyda olib keladigan, bir manfaatli bo'ladigan kanallarni ko'rib, kuzatib boring. Masalan, Englify'ning Telegram kanalida ingliz tili va uni madaniyatiga oid bo'lgan kontentlar har kuni joylanib boriladi. Shu bilan birga to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilini o'rganib borasiz. Undan tashqari ko'ngilochar kontentlar ham bor. Siz bitta kulish uchun kirasizda, o'tda maza qilib ingliz tilini ham o'rganasiz, bilmagan narsalaringizni o'rganib olasiz. Aytgancha bitta muhim joyga to'xtalmasam bo'lmaydi. Eng qiziq joyi ham shu yerda. O'tdachi jonli, mutlaqo bepul darslar ham bo'ladi-da. Yana har hafta bo'ladi. Agar kanalga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, u yerda bugun jonli dars, u darsni Mr. Mike o'tib beradi degan post chiqadi. Agar men o'tadigan bo'lsam. Va shu bilan bir qatorda u yerda 8.5 IELTS egalari ham jonli darslar berib borishadi. Kanalga qo'shilish uchun video ostida havola qoldirganmiz. Bemalol uni bosib, kanalimizga ham qo'shilib olsangiz bo'ladi. Yana qaysi kanallarni kuzatsa bo'larkan-a? Dotgan bo'lsangiz, u yerda ustozlarning shaxsiy kanallari ham bor. Siz ular bilan izohlarda to'g'ridan-to'g'ri gaplashsangiz ham bo'ladi. Shaxsan o'zimni ham shunaqa. Yana har xil podkastlar, artiklar jo'natiladigan kanallarni ham kuzatishni tavsiya qilaman. O'zicha bundoq o'ylab qarasangiz, Google'dan ham shu narsalarni topsa bo'ladi. Lekin Telegram qulayroqda shuni sveji, barra ma'lumotlarni kuniga ulab topib olsangiz bo'ladi. Aktiv yuritiladi-da, o'shaning uchun Telegramni tavsiya qilamiz. Boyatdan beri. Aytgancha, siz qanaqa kanallarni kuzatib borasiz? Qaysi kanallar siz uchun foydali, qanaqa bir manfaat olib keladi? O'shalarni bir yozib qoldiring. Qolganlarga ham bir foydali bo'ladi. Yozing. Yozingizmi? Biz davom etamiz. Keyingi qiladigan bekorchiligimiz YouTube'da bo'ladi.
YouTube'dagi bekorchilik. Siz hozir ayni damda Englify'ning YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Bu juda ham zo'r. Chunki biz ham ingliz tilini o'rgatamiz. Shu bilan birga boshqa joylarda qanaqa qilib qiziqarli o'rganish mumkinligi bo'yicha ham kontentlar qilamiz. Ya'ni videolarimizni ko'rib, siz boshqa qiziqarli kanallarni ham bemalol topa olasiz. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Subscribe bosgan paytingizda qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Shunda, "Ey, qarang, Englify'dan yangi video chiqibdi" degan paytingizda o'sha videoni o'tkazib yubormasdan birinchilardan bo'lib ko'ra olasiz. O'rtoqlar, ingliz tilida o'rgatadigan kontentlarni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Masalan, shaxsan o'zim o'sha ingliz tilini o'rganayotgan paytlarimda Rachel's English kanalini doimiy tarzda kuzatib borardim. U yerda haqiqatda darslar o'rganasizda, u shunchaki bir kontent emasda. Masalan, men sevib ko'radigan o'sha TV show Friends serialdan parchalar olib, o'shani detallarigacha hammasini tushuntirib beradilar. Qayerda qanaqa tovush ishlatildi, native speaker nima dedi, anu odam qanaqa gap gapirdi, hammasini ochib-chochib detallarigacha, mayda-chuda joyigacha tushuntirib beradi. Agar sizga kino ko'rib yoki multfilm ko'rib ingliz tilini o'rganish yoqadigan bo'lsa, yana bitta zo'r kanal tavsiya qilaman. Learn English with TV series. U ham har xil native teacherlar chiqib, o'sha kino, multfilmi parchasini olib, ipidan ignasigacha analiz qilib tushuntirib beradi. Siz uni nafaqat tomosha qilasiz, balki bilimlaringizni, o'sha o'rgangan narsalaringizni keyin videoning oxirida tekshirtirib ham ko'radi. Qarang, mana bu narsani bugun o'rgandik, mana nima degani deb ABC testlab beradi. Xullas, 10 minutlik videoning ichida ancha-muncha narsalar topa olasiz. Ham qiziq, ham yangi narsa o'rganasiz, ham ingliz tilida, ham native o'qituvchini o'zidan o'rganasiz. Mana nur ustiga nur. You are my sunshine. O'rtoqlar, yana nimalarga qiziqasiz? Mana o'zingiz qiziqqan yo'nalishdagi kanallarni topib, o'sha yerdagi videolarni ko'ring. Chunki mana futbol deysizmi, meditsina deysizmi yoki istalgan yo'nalishdagi shunaqa kontentlar mana YouTube'da qilib yozibmiz. Hattoki Londondagi vrachlarni bir kuni qanaqa o'tishini ham bemalol o'sha YouTube'dan videosini qo'yib ko'rsangiz bo'ladi. Ha, haqiqatdan mana shunaqa o'tir. Bularga ham oson emas ekan deb bilib olasiz. Va albatta o'zingizga eng foydali kanallarni nomini izohlarda yozib keting. Biz uchun ham foydali, manfaatli bo'ladi. Qolganlar ham ko'rib, ha, haqiqatda bu yerda ham yaxshi narsalar bor ekan deb bir-biridan bundoq o'rganadi. Biz chunki axir bitta community'mizda, bir jamoamiz. Shu tarzda bir-birimizga ingliz tili o'rganishga yordamlashamiz, ko'maklashamiz. Boshqaroq aytsak. Afsus va nadomatlar bo'lsinkim, bugungi videomiz o'z yakunini topdi. Siz esa izoh yozishni esingizdan chiqarmang, videoga like bosing agar yoqqan bo'lsa va yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz, ularga ham jo'natib qo'ying.